Yashil energetika O'zbekiston qisqa muddatda katta natijalarga, katta muvaffaqiyatlarga erishgan, global darajada esa namuna sifatida tan olinayotgan yo'nalishlardan biri. Davlat rahbarining katta mehnati va mashaqqati, tinim bilmay ishlayotgani O'zbekistonni dunyodagi eng islohotchi mamlakatga aylantirmoqda. Misol uchun 1 yil avval Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakat genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ham real natijalarga erishilishi bilan juda ahamiyatli hujjat deb hisoblandi shu yo'nalishdagi xalqaro ekspertlar tomonidan. Yangi turdagi sintetik giyohvandlik vositalari paydo bo'layotgan va ular internet orqali aholi, ayniqsa yoshlar orasida oson tarqatilayotgani masalaning qanchalik dolzarbligini ko'rsatadi. Ushbu farmonga asosan 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiya qabul qilinib, giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha keskin chora-tadbirlarga start berildi. Giyohvandlik bu shunchaki zararli odat emas, buni inson ongi, irodasi, hayoti ustidan nazoratni yo'qotib qo'yishiga sabab bo'luvchi og'ir kasallik deyishimiz mumkin. Afsuski, dunyo bo'ylab ushbu illatdan jabrlanayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yilgi hisobotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 600 mingga yaqin insonlar aynan narkotik moddalar sabab hayotdan ko'z yumar ekan. Bugungi kunda narkotik moddalardan foydalanish bilan bog'liq kasalliklar bilan 64 millionga yaqin insonlar aziyat chekmoqda. Umumiy hisobda esa ushbu moddalarni iste'mol qiluvchilar 300 millionga yaqinni tashkil etadi. Bular shunchaki raqamlar emas. Ularning ortida o'lim bilan kurashayotgan insonlar, voyaga yetmasdan turib nogiron bo'lib qolgan bolalar, oilasi kelajagi yo'qotilgan yoshlar turibdi. Ota-onam menga juda ham o'ta darajada mehribon bo'lishgan va men bitta o'g'il bo'lganman oilada. Puldan muammo bo'lmagan menda hech qachon. Onamga qachon aytsam, nech pul desam topib berishardi. Nimaga bu pul, nima qilasan degan savollar bermasdilar. Narkotik moddasini iste'mol qiluvchi odamlarning hammasining tarixi bitta. Hammasi yoki o'limga yoki qamoqqa olib boradi. Bu narsani ko'chada iste'mol qilib yurganimda men tushunib yetmaganman, lekin shifoxonada vrachlar yordamida, psixologlar yordamida tushunib yetdim. Yoshimda ota-onam ajrashib ketishdi. E'tiborsiz qolib ketganman men. Keyin o'zim o'rtoqlarim dori, tabletka iste'mol qilganini ko'rdim. Keyin ularga qanaqa shu narsa yoqayotganini ko'rib, men ham qiziqishni boshladim bu narsaga. O'ylamagan edim, bunaqa bizga e'tibor bo'ladi deb, narkologiyada menga shunaqa e'tibor berishadi deb. Chunki ko'chada hammamiz bilamizki, narkoman desa yaxshi ko'z bilan qarashmaydi, ishonishmaydi. Bu yoqqa kelganimizdan keyin men hayron ham qoldim. Shunaqa sharoit bo'lganiga, davlat rahbarimiz shunaqa sharoitlar yaratib berayotganiga. Bu insonlar kabi hayot sinovlariga dosh bera olmay, narkotik moddalar domiga tushib qolganlar soni yurtimizda kam emas. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 7808 nafar shaxs narkologiya hisobida turibdi. E'tibor bering, bu faqatgina rasman qayd etilganlar. Hali hamon yashirin holda qolayotgan, o'z kasalligini tan olmagan yoki undan xalos bo'la olmagan minglab insonlar bor. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik moddalarga tobe bo'lib qolgan insonlarning atiga 11%igina davolanib chiqqan ekan. E'tibor bering, 11%igina. Tabiiyki savol paydo bo'ladi, nima uchun qolganlar davolanishmayapti? Yoki bo'lmasam ularda sog'ayishga, normal hayotga qaytishga xohish yo'qmi? Oldin klassik narkomaniya derdik. Bu turdagi psixoaktiv moddalarda agar to'xtatib qo'yilganda juda ham kuchli tanasida og'riqlar bilan boradigan, bemorlar tili bilan aytganda lomka, abstinensiya holati kuchli jadallik bilan rivojlangan. Hozirgi yangi sintetik giyohvand moddalarda bu narsa deyarli yo'q. Shuning uchun ham aynan psixoaktiv moddani suiiste'mol qiluvchilar o'zini bemor deb hisoblashmaydi. So'nggi 5 yilda
yurtimizda narkojinoyatlar soni esa qariyb 2 barobarga oshgan. Noqonuniy muomaladan olingan giyohvandlik vositalarining musodarasi 8,5 barobarga, sintetik moddalar esa 80 barobarga ko'paygani muammoning qanday ko'lamga ega ekanini yanada yaqqol namoyon etmoqda. Xavf qanchalik jiddiy bo'lsa, unga qarshi kurash ham shunchalik qat'iy bo'lishi shart. Shu ma'noda 2024-yil 6-mayda prezidentimizning qabul qilgan farmoni bu yo'nalishdagi eng muhim va keskin burilish nuqtasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi tegishli farmoniga asosan respublikada ilk marotaba milliy strategiya qabul qilindi. Aynan giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha 2024-2028-yillarga mo'ljallangan. Aynan ushbu farmon bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot tahlil markazi Prezident administratsiyasi huzuriga o'tkazilib, qayta tashkil etildi. Milliy strategiyani ijrosini ta'minlash maqsadida 2024-yil narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi va hamkor mutasaddi davlat organlari va tashkilotlari bilan hamkorlikda milliy dastur ishlab chiqildi. Bu davlat, ota-ona, maktab va jamoatchilik birgalikda kurashishi lozim bo'lgan umumiy frontdir. Shu sababli narkotik moddalarni nazorat qilish milliy markazi O'zbekistondagi maktablar, kollej va universitetlar, mahalla hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda faol dasturlarni yo'lga qo'ygan. Aholi orasida ta'lim muassasalari deymiz, mahallalar deymiz yoki o'sha yoshlar faoliyat yuritayotgan boshqa tashkilotlarda 30 mingdan ortiq targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Joriy yil fevral oyining o'zida 3,5 million nafarga yaqin aholi qamrab olindi profilaktik tadbirlarga va ularni giyohvandlik, narkojinoyatlar to'g'risida ogohliklar oshirildi. Narkotikni nazorat qilish markazi xodimlari tomonidan barcha oliy ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari uyushtirib kerilmoqda. Maqsadimiz bugungi kunda talaba yoshlarga giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish, ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashning muhimligi haqida keng tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Maktab psixologlari tomonidan yangi o'quv yilida maxsus psixologik metodika orqali o'quvchilarda turli xil yo'nalishlarda ulardagi og'ish holatlar, addiktiv xulq-atvor, ya'ni qaramlik bo'lgan xulq-atvor aniqlanadi. Ushbu o'quvchilar korreksion guruhlarda hisoblanadi va mana shu o'quvchilar bilan korreksion dasturlar orqali har oyda bir marotaba trening mashg'ulotlari o'tkaziladi. Prezidentimizning ijtimoiy siyosatlari, narkotik moddalarni nazorat qilish, milliy markazi bilan hamkorlikdagi chora-tadbirlar, CHENS kabi xalqaro dasturlar ayni vaqtda O'zbekistonda bu sohadagi katta burilish nuqtasidir. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan ilgari surilgan O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha 2024 va 2028-yillarga mo'ljallangan milliy strategiyada aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti narkotik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining CHEMS tashabbusiga qo'shilish vazifasi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib mazkur tashabbusga qo'shilgan davlat hisoblanib, bugungi kunda tashabbusni tajriba sifatida amalga oshirish maqsadida Toshkent shahrining Sergeli tumani tanlangan. CHEMS is an initiative that focuses on the children. CHEMS tashabbusining maqsadi bolalarni turli xil xatarlardan himoya qilish bo'yicha milliy va xalqaro darajadagi barcha manfaatdor tomonlarni birlashtiruvchi tizim yaratishdir. O'zbekiston prezidenti boshchiligida CHEMS tashabbusi Toshkent shahrining Sergeli tumanida joriy etilayotgani va buning uchun sog'liqni saqlash, ta'lim va O'zbekistonning narkotiklarni nazorat qilish milliy markazining hamkorligi tashabbusning muvaffaqiyatli bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb o'ylayman. Shunday samarali muhitda ishlayotganimizdan juda ham xursandman. Narkotiklar xavfi ko'chada boshlanadi. Shuning uchun ham mahalla tizimi erta ogohlantirish, nazorat va qayta ijtimoiylashtirishda hal qiluvchi o'ringa ega. Prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan mahallaga yaratilib beriladigan sharoitni o'zi mana shunaqa insonlar bilan yot xarakterdagi, g'ayri ijtimoiy xarakterdagi fuqarolar bilan kurashishga juda katta sharoit, imkoniyat yaratib berdi desa bo'ladi. Bularga berilayotgan yordam albatta bular bilyaptiki, bu davlat tomonidan berilayotgan yordam. O'sha psixolog bo'ladimi, reabilitatsiya sentriga borib olayotgan ilojalarni hammasini davlat qoplab beryapti buni. O'sha odamlar bilyaptiki, demak men jamiyatga kerak ekanman degan ma'noda qilinayotgan ishlar deb o'ylayman. Muammoni ildizidan yo'qotish eng samarali yechim hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kundagi maqsad narkotik moddalardan foydalanishning oldini olish. Avvalambor yoshlarni har xil sportlarga, o'qishga jalb qilsak, agitatsiya qilsak, ular mana shunaqa narkotik nimaligi,
qanaqa ta'sir qiladi, uni oqibatlarini ko'proq aytsak, yoshlardan boshlab. Menimcha shunda unaqa narsalar bo'lmaydi. Nazarimda yoshlarni, ya'ni tengdoshlarimizni o'sha giyohvandlik bo'yicha davolanayotgan dispanserlarga olib borish kerak. Misol maktablarda endi yosh chegarasi bilanda. Hozirgi kunda konfetlar orqali narkotik mahsulotlarni berishyapti. Shularning xavfli ekanligi, begonalardan unday mahsulotlarni olib iste'mol qilmasliklari haqida bolalarga, maktab yoshlariga aytish kerak. Ko'p kitob o'qish kerak, kitobga jalb qilish kerak yoshlarni. Ota-onasi ko'proq e'tibor berish kerak bolasi tartibi bo'yicha. O'zbekiston Respublikasida 2024-yilda 2023-yilga nisbatan narko jinoyatlarini sodir etgan shaxslar 37%, ga, xususan voyaga yetmaganlar 67%, ga, yoshlar 52%, ga, ayollar 50%, ga, ishsizlar 24%, ga, muqaddam sudlanganlar esa 40% ga ortgan. Narko jinoyatlarining asosan yoshlar, ayniqsa voyaga yetmaganlar orasida ko'payib borayotgani bu muammoga bo'lgan e'tiborni yanada oshirishni taqozo etmoqda. Har bir inson mana shu farzandlari uchun yashaydi. Ayniqsa O'zbekiston bolajon mamlakat bo'lib, muhtaram yurtboshimiz ma'ruzalarida yoshlar, bolalarim deb gapiradilar. Har bir ta'lim muassasasida yoshlarning immunitetini, ya'ni turli mana shunaqa salbiy oqibatlariga qarshi turib bera oladigan immunitetini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Albatta, bu borada faqat targ'ibot ishlari o'zi yetarli emas. Barcha ta'lim muassasalarida Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limlari, mahalla idoralari va mahalladagi yettilik, mahalladagi biriktirilgan yoshlar yetakchilari bilan birgalikda mazkur o'quvchilarning maktabga kelishlari, ertalab qanday kayfiyatda kelayotganliklari bevosita nazorat qilib borilyapti. Avvalambor bu nimadan kelib chiqadi? Bekorchilikdan, ishsizlikdan yoki bo'lmasa loqaydlikdan. Prezident aytadilar-ki, bu dargohdan hech kim xafa bo'lib chiqib ketmasi kerak. Buni tagida juda ko'p gap bor. Hammamiz birgalikda kurashsak, hamma narsaga erishishimiz mumkin. Davlat rahbari tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlar, ishga tushirilayotgan milliy dasturlar va xalqaro hamkorliklar aynan bugun qaror qabul qilinganini, kurash boshlanganini anglatadi. Zero bugungi kun kechagi qarorning mevasi, ertangi kun bugungi mas'uliyatning natijasidir.